Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Asadbek Gaming. Bugungi videoroligimizda obunachilar bilan har doimgidek yana challenge qilishga qaror qildik. Bu challengeda 3 ta karta bo'ladi. Bu kartalar Maniak kartasi, 9 tik va 1 Piper kartasi va oxirgisi quvlashmachoq ham Berkin machoq kartasi. Bizda birinchi karta bu o'sha hamma biladigan Maniak kartasi. Maniak kartasida men Bibi olaman, qolganlar El Primo oladi. Oxirida qolgan El Primo o'yinda yutadi. Bo'lmasa videorolik cho'zib o'tirmasdan qani boshladik. Mana o'yinni ham boshlab oldik. Hamma El Primo olgan. Men esa Bibi olganman. Men bankadan birinchi olamiz. Yaxshilab ular qochib ketdi hammasi o'rtaga. Men esa bankalarni asta-asta olib, sekin-asta o'rtaga boraman. Xo'sh, bankalarni olamiz. Bitta qoldi. Endi esa o'rtaga ketdi. Avval chetda qidiramiz. O'rta kimdir bo'lishi aniq, lekin chetda qidiraylik avval. Chetdan ham chiqadi shu atrofda. Yo'q. Oy. Davay bittaveramiz. Oy. Yaxshi. O'rtada ko'pincha hamma. O'rtaga ham kiramiz. O'rtaga kirdik mana. Endi kimni oldiga boramiz? Oy. Mayli, ulti otmadim. Voy, baribir o'ldilar. Qochish kerak. Bularni ayonman, lekin qochish kerak-da. Voy. Ham o'ldilar. Nima ulti ishlatishmayapti? Kim edi bu endi rat? Davay o'ldiramizmi? Mayli, qochsinlar. Xo'sh, o'rtada kutib olamiz mamma. O'rtada kutib olsak ham bo'ladi, lekin chet atroflarda qonli jang bo'ldi. Yiprimni otardim, osmonga ketdi. Voy, qonli jang botdi-yu hamma atroflarda. To'xtab qolishdi. Mana. Bitta shappat, bang. Desam tegmaydi hech kimga. Xo'sh. Hech kim yo'q, hech qayoqda. Otib olishmoqchi edi, o'xshamadi. Necha kishi qoldi? 4 kishi qoldi. Yaxshi. Shahboz o'lib ketdi. Bu yoqda killer o'lib ketdi. Siz Abbos va Levitlord. Xo'sh, kimni o'ldirsam? Men bu yoqda Abbos choy ichib o'tiribdilar. Bunaqasi ketmaydi. Choy ichib o'tirganlarni har doim o'ldiraveramiz. Shu uchun o'yinda yaxshilab qatnashinglar. Mana birinchi kartani ham tugatib oldik. Endi ikkinchi karta bizada bitta Piper va 9 ta tik kartasi. Bu kartada men hozir Piper olaman. Skin qo'yib oling. Hozir hamma tik oladi, men Piper olaman. Men o'rtada turib tiklarni otaman. Tiklar xullas o'sha zonada mendan qochib yutishlari kerak. Oxirida qolgan tik yutadi. Qani bo'lmasa boshladik. Mana o'yinga ham tushib oldik. Men bu yerda bankalar turganda, ular tiklar hamma bankani olib berishdi. Men bankalarni oldim. Videoda kesordik. Endi esa men o'rtaga turib men bilan otishni boshlayman. Xo'sh, tegmayapti. Yomon emas, menimcha yaxshi berkinishgan. Kartonchalik katta emas. Baribir o'ladi deganimda killer o'ldilar, yaxshi. Mana shu atrofda ham ko'pchilik odam bo'ladi. Mana shu yerni yaxshilab tekshirish kerak. Xo'sh. Bu yerda ham Levitlord o'lib ketdilar. Baribir o'lishadi. Voy, hech qayoqda yo'q bular. Voy. Hech qayoqda yo'q. Voy. Yo'q, bular qani? Voy. Tegmayapti. Tegdi. Kim o'ldi? Siz Abbos o'ldilar. Yana 3 kishi qoldi tiklardan. Yaxshilab o'ldirib olish kerak. Oy, hech qayoqda yo'q.
Hozir men ular qayerdaligini bilmayman, lekin sizlar uchun video uchun qayerdaligini bu xullas men shu o'yin tugagandan keyin ko'rsataman. Yoki mana hozir ham ko'rsataman. Mana 1 2 3 mana. Mana ular qatga bekinganini ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Men bu 2 kishi, 1 kishi ko'ryapti, lekin 2 kishi men bu o'sha o'rtaga kiradigan teleportda joyida turibdi. Burchagida o'sha yoqqa otgandim, ammo tegmagan ekan. O'sha yerda turishibdi, endi mana tarqashdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, endi sizlarga ham qiziq bo'lsin deb ular qayerdaligi shunaqa ko'rsataman. Xo'sh, voy, teqizolmayapman-da mana. Teqizolmayapman. Chunki men videoda bu vaziyatlarni ko'rmaganman. O'tda, kuzda bilasizlar ko'rinmaydi. Prosta hozir o'sha takroriy efirda ko'rib, ana sizlarga ko'rsataman. Mana 2 kishi qoldi. Bu yoqda o'lib berishlariga kim oxirgi bo'lsa o'sha yutsin deb otmaganman. Chunki juda ham kichrayib ketgandi zona. Mana o'zingizlar ko'ra olishinglar mumkin kim o'lganini oxirgi bo'lib. Xo'sh, birinchi bo'lib data 0 o'lgan ekan, keyin esa o'zbek qo'yadi ishmasam. Shunaqa. Mana endi keyingi Berkimachoq kartasini o'ynaymiz. Berkimachoq kartasida men Ali olmoqchiman, Ali brawlerni. Qolganlar любой brawler olishi mumkin. Lekin Mikodan tashqari, chunki Miko devorlardan sakrab juda ham yomon, tutish qiyin bo'lib ketadi. Men Ali brawlerni olaman, ular esa o'sha xohlagan brawlerlarni oladi Mikodan tashqari. Bo'lmasa men ularni tutib o'ldirishim kerak, lekin ular meni o'ldirishlari mumkin emas, ular bankaga tegishlari mumkin emas. Bo'lmasa videorolik cho'zib o'tirmasdan qani boshladik. Xo'sh, mana videoni boshlab oldik. Hamma mana ketdi berkinishga, video boshini zapis qilishga ulgurmay qoldim. Xo'sh, mana bankalarni olamiz. Uncha ko'p banka kerak emas, 5-6 ta banka olsa yetadi bizga. Shu bankalarni hamma yoqqa yoyib tashlagani pam beradi har doim. Bir kuni to'g'rilab qo'yaman. Xo'sh, shu bankani ham olaylik bo'ldi, yetadi. Ketdik ichkariga. O, mana odam top berdi, Ali o'zi. Ketdi mana odam tarafga. Voy, o'zbek boy bir kishini o'ldirardi. Atak bir-birini o'ldirish mumkin emasdi. Menimcha bilmaydilar. Bilmasalar mayli. Voy, menga hujum qildilar. Internetim ham yaxshi ishlamayapti. Voy, yana bir kishini o'ldirdim. O'zbekboy cho'ta qonunga xilof. O'zbekboyni o'ldirib yuboramiz. Endi o'yinda shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Menimcha o'ldirish kerak emasligini bilmaydilar bular. Aytgandim, eshitmay qolganlar. Menimcha o'ldirib yuboramiz. Internet ham qototdi. Yaxshi o'ldirardik. Endi qolganlarni topamiz ekan asta. Voy. Ali bilan devordan sakrab o'tishmazda endi. Lekin internet ham qototgani emas. Oy, zo'r gadjet ekan. Voy. Qo'lashmacha o'ynashatdim. Internet ham yaxshi ishlayapti. Bo'lmasa-ku. Davay, oy. Davay. Oy. Ko'rmas bo'lib. Davay. Edgar oldi. Siz Abbos o'ldilar. Xo'sh, men bu yoqda ham kimdir bor. Davay, internet qotma. Davlatlar o'ldilar. Kim yutdi? Data 0 yutdilar. Data 0, bratan. Endi esa bolalar, sizlar kutmagan, bilmagan yangi karta sazat qilishga qaror qildim. Bu kartada men nit olaman, qolganlar Frank yoki o'sha El Primo olishadi va nitachamni ayig'idan qochishadi va oxirgi bo'lib kim o'lsa o'sha yutadi. Lekin bu videoni boshlashdan oldin sizlarga yana bir zo'r tavsiyam bor. Agar sizlar o'sha Brawl o'yinida Brawl Pass ololmayotgan bo'lsanglar, o'sha donat qilolmayotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimga qo'shilib olinglar. Agar donat qilishga pulinglar bo'lmasa, Telegram kanalimda konkurs boshlaganman. O'ta bemalol konkursda qatnashib,
Brawl Pass Plus yutsanglar bo'ladi. Brawl Pass emas, Brawl Pass Plus. Bemalol o'tib qatnashib yutsanglar bo'ladi. Telegram kanal silkasini kommentariyada va opsiyaniyada qoldiraman va hammaga omad tilab qolaman. Bo'lmasa videolarni cho'zib o'tirmasdan, mana keng kartamizni ham boshlaymiz. Hozir men bulardan ulta to'ldirib olishim kerak. Ulta to'ldirib olganimdan keyin ayiqcham bularni qo'llashni boshlaydi. Xo'sh, ulta to'ldirib olamiz. Bo'ldi. Banka qo'yish esimdan chiqdi bu kartaga. Banka qo'ysam ayig'imni urinchasi ko'payardi va video tezroq tugardi. Endi mana ayig'im ularni o'ldira oladimi yo'qmi endi bilmadim. Xo'sh, endi qo'lotni ko'ramiz endi. O, yaxshi. Giper yoqib qo'yamiz, davay. Voy, qo'lamayapti-yu. Ayiqcham qo'lamayapti. Ancha kartani noto'g'ri sajdat qilganman. Ayiqcham ham bir chekka turib qoldi. Yur, ayiqcha. Mayli, tezroq qo'lasin, mayli, tezroq qo'llash uchun yana tezlashtiramiz. Bo'ldi, mana ayiqcham qo'llashni boshladi ayiqcham. Yaxshi qo'lotdi, lekin men internetim qotdi. Lekin internetim qotish ayiqchamga yaxshi ham ta'sir qilmaydi. Davay, mana ana. Qo'llasa bo'lar ekan u desam, yana men oldimga turib qoldi. Bu tomonga tashlaymiz. Mana qo'lotdi. Internetim sal qotdi. Internet qotma. Yaxshi. Zato ayiqcham qo'lotganini ko'rasizlar, to'g'rimi? Gadjetda xato qilganman. U gadjetni olsam bo'lar ekan qotiradigan. Prosta qotirib o'ldirib qo'ymasin deb mana shitli gadjetchani olgandim. Mayli. Oy, urushini 800 jondan otdi. Tir surib tashotdi. Yaxshi. Oy, tirsilatib tashotdi ya ayig'im. Ana burchakdagi lovatlarni ham tirsilatdi. Otib olishda yaxshi. Miyasi ishladi hammani. Oy, El Primo'lar ultasini ishlatish mumkin emas desam, ultasini ishlatishdi, mayli. Necha ayiqcham qo'lotdi, eng muhimi. Oxirgi bo'lib kim qolishi menga qiziq. Kim qolarkan? Internet ham qototdi. Kim qolarkan? Ayiqcham tashlab o'zim o'lib ketaman. 2 kishi qoldi, ayig'im va ularni ham o'ldirib yubordi. Mana bu videomiz ham tugadi. Endi nima deymiz endi? Xatoliklar uchun uzr so'raymiz. Banka qo'yish esimdan chiqibdi. Kartani sal xato sajdat qilma. Endi bular har doim bo'lib turadi bu narsalar. Eng muhimi, sizlar videolar yoqqan bo'lsa, sizlarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu keyingi videolarga chiqishi uchun juda ham katta rol o'ynaydi va kommentariyaga qaysi videorolik chiqishini yozib qoldiringlar. Misol uchun, yana shunaqa challengelar chiqsin yoki boshqa videorolik chiqsinmi, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, o'shanga qarab keyingi videolarni ham olib chiqishga harakat qilaman. Bo'lmasa, sizlarga video yoqqan bo'lsa like, bizdan video. Xullas, sizlar bilan har doimgidek Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.